endi ayol kishi bo'lib xurayotib, kechqurun yotganda nafas to'xtab qolish, ertalab turganimda boshimni og'rishi, bu og'riq kun davomida azob berardi-da menga. Eng asosiysi umuman xurrak yo'q. Umuman xurrak yo'q. Eng asosiy bizning maqsadimiz shu edi, xurrak to'xtatish edi. Shuning uchun juda ham vaqtida murojaat qildingiz. Operatsiya ham hozircha rezultatimiz 100%. Hozircha maqtanish emas-ku, 100% rezultat bo'lyapti. Bizga kelgan shikoyatlari nafas olish qiyin va eng asosiysi xurrak va nafas to'xtash, ya'ni apnoya bilan kelgan edilar. Haqiqatan tekshirdik, burun to'sida keskin qiyshiqlar aniqlangan va yumshoq tanglarning osilish, ya'ni xurrakka sabab bo'ladigan holat aniqlangan edi. Biz fibroendoskopda tekshirdik va nima qilish kerakligini oldindan bilib oldikda ularga tavsiya berdik. Ya'ni burun to'sig'ini to'g'irlab, tayni miltaklarni olib va yumshoq tayni tepa ko'tarilsa, sizni xudo xolasa xurrak ham to'xtaydi va burun nafas olish ham yaxshi bo'ladi deb tavsiya berganmiz. Bu yerga topib kelishimni asosan YouTube kanalidan qidirdim. O'zbekiston Toshkentda eng malakali lor vrachlarni qidirganimda sizni chiqib keldi. Maşallah. Chiqib keldi. Kelganimdan keyin o'zingizni malakangizni, o'zingizni anaqa bilimingizni, o'zingizga ishonchingizni ko'rib, ishonch menda yana ham ishonch hosil bo'ldi. Operatsiyani qildirishdan maqsad o'zingiz aytgandek, endi ayol kishi bo'lib xurayotib, kechqurun yotganda nafas to'xtab qolish, ertalab turganimda boshimni og'rishi, bu og'riq kun davomida azob berardi-da menga. Og'riqdan har xil dorilar ichib, hattoki oshqozonga ham ta'sir qiladigan bo'ldi. Operatsiyadan keyin, o'sha operatsiyaga kelganimda o'zingiz tushuntirib, hammasi qandoq bo'lishi, undan tashqari yana qo'shimcha kasal burun qiyshiqligi, septoplastika, shunaqa angina ziyon berishi hammasini birgalashib bitta operatsiya qildik. 28-dekabrda qilinadi. 3 oydan ozgina o'tgan ekan. Operatsiyadan keyingi jarayonlar juda ham yaxshi o'tdi. Ozgina og'riq hisobga olmaganda, tekshirganimizda zo'r, nafas olishdan juda ham yaxshi. Eng asosiysi umuman xurrak yo'q. Umuman xurrak yo'q. Eng asosiy bizning maqsadimiz shu edi, xurrak to'xtatish edi. Mana tekshirganimizda ko'rdinglar, burun to'siq tekis, tanglaylar yuqori ko'tarilgan, nafas olishda muammo yo'q. Hozir mana 3 oy o'tgan bo'lsa, nafas olish, burundan nafas olish, bu burundan nafas nima olish kerakligini bilmagan ekanman shu yoshga kelib. Nafas olishim yaxshilandi, xuray ochishim umuman yo'qoldi. Hozir boshida ozgina qanaqadir bezovtalik bor edi. Hozir ham yo'qoldi. Hozir umuman yo'q. Tan joningiz sog' bo'lsin, Shuhratjon, sizni ham. Xo'p, biz